Assalomu alaykum azizlar, sizlar bilan bugun olmali pirog tayyorlaymiz. Bunga bizga kerak bo'ladi 200 gramm margarin, 400 gramm un. Margarinni shunaqa qilib cho'rkadan o'tkazib olamiz. Meni cho'rkam juda ham chiroyli edi, shuning uchun sizlarga ko'rsatmadim. Cho'rkadan chiqarib olgan margarinlarni un bilan yaxshilab aralashtiramiz. Qumoq-qumoq holatiga kelguncha unga bir chaynak ложка razrihli bilan ozgina tuz solamiz. Buni sizlar birinchi unga solib turib, keyin margarin cho'rkadan chiqarsanglar ham ko'proq effekt beradi. Mayli, men ozgina kech qolgan bo'lsam ham hech narsa qilmaydi. Yaxshilab hammasini aralashtirib olamiz. Mana qumoq-qumoq holatiga keladi. Shunaqa bo'lguncha aralashtiramiz. Keyin 100 gramm shakar solamiz. Mana ko'rib turibsizlar, 100 gramm shakar, 3 dona tuxum solamiz bunga. Sizlar 2 dona solsanglar ham bo'ladi. Men ko'proq qilganim uchun 3 dona tuxum soldim. Hammasini yana aralashtiramiz xamir holatiga kelguncha. Lekin ko'p ishlov berib yormaymiz. Qo'lga yopishmaydigan bo'lguncha yaxshilab aralashtirib ikkitaga bo'lib olamiz. Bittasi kattaroq, bittasi kichikroq va muzlatgichga yuboramiz kichkinasini. Hop, olmalarimizni 5-6 donasi yetadi, lekin men ko'proq olma qildim, chunki bizning uydagilar olmali pirogni yaxshi ko'radi. Shuning uchun ko'proq olma tozalab oldim. Sizlar keyin to'rtburchak qilib kessanglar bo'ladi. Xohlasanglar cho'rkadan chiqarib olsanglar bo'ladi. Men cho'rkadan chiqarib olishni ma'qul ko'rdim, chunki vaqtim ozgina ziqroq. Undan bu tayyor bo'lgan olmamizga kichkina qoshiqda 1 qoshiq koritsa solamiz. Keyin 100 gramm shakar solamiz. Bu ham tabga ko'ra solinadi. Xohlasanglar ozroq solsanglar bo'ladi, xohlasanglar ko'proq solsanglar bo'ladi. Men 100 gramm solib oldim. Mana massamiz tayyor bo'ldi. Keyin listimizni yog'lab oldim. Menda sariyog' bor edi. Sariyog'da yaxshilab yog'lab oldim. Shirinroq bo'lsin dedim. Chekkalarini ham yog'lab olsanglar yaxshiroq bo'ladi, chunki xamiringlarni o'sha qachon ham oshirasizlar. Chiroyliroq chiqishi uchun. Mana katta massamizni endi shu listimizga yoyib chiqamiz. Bugun meni massam qattiqroq bo'lib qoldi. Yoyishga qiynaldim. Shuning uchun tepalariga oshira olmadim. Yaxshilab sizlar agar yumshoqroq chiqsa, massanglar o'zi yumshoqroq chiqishi kerak. Atrofiga ham yaxshilab shunaqa qilib shu joylariga oshirib olasizlar. Ko'tarib olasizlar xamirni. Tayyor bo'lgandan keyin olmani solamiz. Olmani suvi chiqib ketadi. Shakar solganinglardan keyin iloji boricha suvni siqib olib, keyin xamir ustiga yoyinglar. Meni vaqtim bo'lmadi, shuning uchun suv bilan yoydim. Tekis qilib hamma tomonini chiroyli qilib olmani yotqizib olamiz.